Ayollar namoz o'qishlari uchun eng afzal vaqt qaysi? Taqvimda namoz vaqti kirgan paytmi, masjidda azon aytilgandan keyin o'qish afzalmi yoki uyida namoz o'qiydigan mahrami bo'lsa, shuni kutish afzalmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Namoz o'qish vaqti o'sha taqvimda belgilangan vaqt bilan kiradi. O'sha vaqtda agar masjiddagi azon eshitilgan bo'lsa, demak o'sha vaqtda azon etildi. Erkakdir, ayoldir, agar uyida bo'lsa namozni o'qishi mumkin bo'ladi. Endi ba'zi bir kitoblarda o'sha erkaklarga hurmat nuqtai nazaridan erkaklar masjidda o'qigan namozlari, misol uchun o'qib bo'lindi degandan keyin ayollar uyda yolg'iz o'qiyotgan bo'lsa, keyin o'qisin degan gaplar bu endi ba'zi kitoblarda kelgan mustahab o'laroq. Erkaklarga hurmatan yoki bo'lmasa mana juma kuni bo'lsa, erkaklar hammasi juma namoziga ketadi, jamoat. Ana shu ayollar uyida o'qib peshin o'qiydi. Shunda ayol erkaklarni juma namozi o'qib bo'lgandan keyin ayollar uyda peshin namozini o'qiydi deb aytilgan kitoblarda bor. Lekin umumiy ma'noda o'sha taqvimdagi vaqt kirishi bilan yoki masjiddagi azon aytilishligi bilan garchi erkaklar o'qib bo'lmagan bo'lsa ham ayollarni o'qishligiga hech qanday monelik yo'q. Allohu alam bissavob.